eshitilyapti. Tunda suv oqayotgani yana ham aniq tiniq eshitiladi. Boshqaruv servis kompaniyasi xodimlariga aytsa, "Vahima qilmay" deydi. Undan yuqorisiga aytmasam bo'lmaydi. Xuddi mana shunga o'xshash holat Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi ko'p qavatli uylarning birida aniqlandi. Hozirgacha borganingizcha, men to'g'rilab rasmini tashlab yuboraman sizga. Mana va'da berib, rasmini tashlab, mana shuni olib rasmini tashlab yuboraman. To'g'ri ishlamayapti. Men bilganim yo'q, bo'lmasa to'g'ri olib kirmasdim. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan tashkil etilgan tungi reyd davomida ko'p qavatli uylarning yerto'la qismi o'rganildi. O'rganish jarayonida yerto'lada issiq suv maxsus quvur orqali oqova suv tarmoqlariga oqizib kelinganligi, yerto'lada suv to'planib e'tiborsiz holatda qolganligi, maishiy chiqindilar bartaraf etilmagani va yerto'la antisanitariya holatda ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holatlarni bartaraf etish bo'yicha tegishli tartibda inspeksiya tomonidan boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga yozma ko'rsatma berildi. Jamoatchilikning faol nazorati boshqaruv servis kompaniyasi xodimlari e'tibordan chetda qolgan shu kabi kichik muammolarning kattalashib ketmasligida, shuningdek, atrof muhitning toza va ozoda bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Shu bois doimo e'tiborli bo'laylik.